O'zim musofir yurtaman, ota-onam, yaqinlarimni 2026-yil shu avgust oyida umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'da narxlar qanaqa bo'lyapti, qanaqa yangiliklar bor degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bugungi videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Musofirda yurgan akalarimiz uchun maxsus video bo'ladi. U joylarda turib men qanday qilib to'lovlar amalga oshiraman degan obunachilarimizdan Xudo xolasa bugungi videoda savollariga javob olishlari mumkin bo'ladi. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, Xudo xolasa layklarni bosib qo'ysangiz, videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizni layklarni bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, Abdug'offor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, bizni musofirlikdan kuzatayotgan obunachilarimiz uchun bitta reyslarni tanishtirib bersangiz aka, narxlarini, keyin to'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka, u joyda turib, keyin sharoitlarimizni bitta tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kunlarini bitta aytib o'tamiz birinchi boshlanishiga bo'lmasam. Toshkent Madina bo'yicha reyslarimizni kunlari 8-avgust kuni bor, 12-avgust kuni bor, 13-avgust, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29-avgust kunlari Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $925 qilib beramiz Xudo xolasa. Xo'p, bizga Toshkentdan emas, biz Vodiydan boramiz deydigan obunachilarimiz uchun Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. 12-avgust, 13-avgust, 19-avgust, 20-avgust, 26-avgust va 27-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $975 qilib beramiz Xudo xolasa. Xo'p, kunlarini aytdik, pullarini aytdik. Xudo xolasa endi sharoitlari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gостиницаlarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Bitta gостиницамizning nomi Sama Al-Misk, ikkinchisiniki Darbunyan. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar Xudo xolasa. Lekin gостиницаning ichida avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmati billa borib, billa kelishadi aeroportdan. Xo'p, firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi Xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarni chet eldan turib, mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Xudo xolasa pasport, Zagram pasportlarni tashlab bersalaring, jindekkina summa zakolat tashlab berasizlar. Qolganini aeroportga borganda hisob-kitob qilaveramiz. Siz chet eldan kelib, 1-2 kun uyda dam olib, keyin aeroportga borib, bemalol uchib ketsalar ham bo'laveradi. Qolgan hamma ishni o'zimiz qilib beramiz Xudo xolasa. Qiladigan ishlaring, telefon qilsalaring, o'sha Zagram pasport tashlab berasizlar. Qaysi viloyatdan, Toshkentdanmi, Farg'onadanmi, qayerdan uchishlaringni aytasizlar. Biz sizlar uchun joylarni bron qilamiz, chistosini aytib bersalaring, bo'ldi, aeroportga borib, Xudo xolasa yaqinlaring bilan uchib ketaverasizlar Xudo xolasa. Ota-onalaring uchun joy bron qilish kerak bo'lsa ham bemalol pasportlarni tashlab bersalaring, ota-onalaring uchun ham joylarni bron qilib, gостиницаlarini, borish keldi biletlar, 50 bosh xizmati hamma yo'lni tayyor qilib qo'yamiz. Kelib aeroportdan uchib ketishaveradi Xudo xolasa. Keyin mana shu kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni Hikmat Travel'dagi eng so'nggi yangiliklarni ko'rib borasizlar. Har kuni iloji boricha video qilishga harakat qilyapmiz Xudo xolasa. Qilayotgan mehnatimizni qadrlagan holatda like bosib, podpisatsiya bosib, umraga boraman degan tanishlarga jo'natib qo'ysalaring, manfaatli bo'ladi Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.